Zufar, assalomu alaykum. Vaqt ajratib, yordamasidan o'zingizni bevosita o'sha green cardga topshirish va green card olish jarayoni haqidagi tajribangizni bo'lishish uchun rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Ko'pchilik bizdan so'raydi, ya'ni turmush qurish orqali, nikoh orqali green card olish jarayoni qanaqa etaplardan, qanaqa bosqichlardan iborat, bu qancha vaqt oladi va ushbu bosqichlar ichiga nimalar kiradi, ya'ni inson qanaqa hujjatlar yig'ishi kerak va umuman agar mabodo USCIS ofitseri intervyuga chaqiradigan bo'lsa, intervyu davomida qanaqa odatda savollar so'raladi. Bevosita shu jarayonni bosib o'tgan inson sifatida va muvaffaqiyatli bosib o'tgan inson sifatida tajribangizni qisqa bizni tomoshabinlarimiz bilan bo'lishib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Boshlanishiga o'zingiz qisqa ma'lumot bersangiz, ya'ni Amerikaga qanaqa statusda kirib kelgansiz va keyin qachon turmush qurdingiz va turmush qurganingizdan keyin bevosita I130, I485 formalarini tayyorlashga qancha vaqt ketdi va undan keyingi jarayonlar albatta bemalol yoritib o'tishingiz mumkin. Assalomu alaykum Abdulaziz aka, assalomlar. Avvalambor rahmat taklif uchun. Общий qilib aytsak, bizniki xudoga shukr tez bo'ldi. Qiyin bo'lgani yo'q. Biz o'zimiz boshida kelgan statusimiz work and travel bo'lgan. U statusdan student statusga o'zgartirganmiz F1. O'sha F1 dan keyin statusimiz aktiv holatda saqlab kelganmiz. Keyin turmush qurganmiz iyul oylarida o'tgan yili. Dokument protsessni boshlaganmiz. Turmush qurganimizdan keyin dokumentlar yig'ishni boshlaganmiz. Siz aytmoqchi, turmushimizning bona fide marriage bo'lishi uchun, haqqoniy va to'g'ri turmush bo'lishi uchun ularga kerak bo'ladigan dokumentlar, rasmlarimiz, chiqib kelgan triplarimiz, masalan, shularning rasmlari, biz tanigan odamlardan personal statementlar, ular bizani biladi. To'yimizda rasmlari, to'yimizda taklifnomalari, masalan, shu общий hamma dokumentlar yig'ilgan. Joint bank accountlar, ular ochilgan va nima kerakli bo'lsa, shu bona fide marriage uchun iloji boricha ko'proq dokument yig'ishga harakat qilganmiz. Chunki yana qo'shimcha savollar bo'lmasligi uchun ofitserda. Yana masalan qo'shimcha request for evidence yubormasligi uchun va boshqa narsalar, masalan intervyu qilmasligi ham uchun. Lekin baribir siz bilasiz, intervyuga qo'yishdi. USCIS bizning dokumentimizni 20-yanvarda receive qildi. 20-yanvarda receive qilgandan keyin biometric schedule qilindi. Bir oydan keyin sразу biometric schedule qildi. Undan keyin intervyuga schedule qildi. Biometrics masalan 20-fevralda biometrics bo'lgandan keyin 21-fevralda biometricsdan keyin sразу intervyu notice keldi. To'shda intervyu 30-mart atrofiga qo'yilgani haqida. Keyin shu intervyuga tayyorlandik siz bilan birga, siz yordamingiz tufayli. Intervyuni biz kutmagandik, lekin отдельно bir-birimizni alohida intervyu qilishdi. O'sha holatda sal hayajon bo'ldi, lekin tayyorlanganligimiz uchun, sizning yordamingiz uchun xudoga shukr hamma savol javoblarga tayyor edik. Shu savol javoblarda bizdan alohida savol javob qilgandan keyin ertasi kuni o'sha 130 formani approve qildi. 485 formani ham may 8-kuni approve qildi. Shu orqali yanvar 20-sidan may 8-gacha общий protsess cho'zildi. Tushunarli. Demak, 13-mayda actual green card qog'ozdan o'zi keldi. Shunda deyarli 4 oydan sal kamroq muddat davomida bevosita hujjat topshirish va qo'lingizga green cardani olishga 4 oydan sal kamroq vaqt ketdi desak bo'ladi, demak, to'g'rimi? Da, endi tayyorgarlik jarayonini hisobga olmasa, USCISda o'zini protsessi shu 4 oy vaqt olgan bo'ladi. Tushunarli. Jarayon boshlanishidan oldin shu 4 oyda green card olaman degan bir kutuv bormidi sizda yo bir boshqa muddatlar haqida o'ylayotganmidingiz? Yo'q, endi bizlar ham sohani sal qiziqib o'rganib yurganligimiz uchun sal ko'p ketadi deb o'ylagandik, to'g'risi. Eng minimum 6 oy, chunki o'zingiz bilasiz, hozirgi davrda immigration case uchun, immigration status uchun odamlar uchun hozir juda maqbul vaqtlar emas. Shuning uchun iloji ko'proq vaqt oladi deb o'ylagandik. Lekin xudoga shukr hammasi yaxshi bo'ldi, tez bo'ldi. Bilmadim nega, bu ahamiyatni topshirganligimiz uchunmi yo
keysimiz shunaqa strong bo'lganligi uchunmi, yaxshi hamma dokumentlar joy-joyida topshirganligimiz uchun tez bo'ldimi? Lekin siz aytmoqchi 4 oy ichida hamma narsa tez bo'ldi. Zo'r. Juda ham yaxshi. Va oxirgi so'z o'rnida nikoh orqali bevosita hujjat topshiradigan insonlar va shu orqali green card oladigan o'zbekistonlik immigrantlar AQShda juda ham ko'pni tashkil etadi. Misol uchun talant bo'yicha albatta oladiganlar bor va shu bilan birga oila birlashuvi orqali ham hujjat topshiradigan juda ko'p immigrantlarimiz bor. Ayrimlar o'z ayollari uchun, turmush o'rtoqlari uchun, kim birlar boshqalar aytaylik, o'zlarining erlari uchun hujjat topshirishlari mumkin va shu jarayonni bosib o'tishni kutayotgan, yaqinda turmush qurgan insonlar bo'lsa yoki turmush qurmoqchi va shu immigratsiyani aynan oila birlashuvi orqali bosib o'tadigan insonlarga siz nimalarga e'tibor berishni ko'proq maslahat bergan bo'lardingiz? O'zingizning tajribangizdan kelib chiqqan holda. Birinchi navbatda shoshilmasliklarini maslahat berardim, chunki iloji boricha o'z keyslarini kuchli qilishlari kerak. Iloji boricha hamma dokumentlarni yig'ish kerak. Iloji boricha Amerikada lawful statusda, qonuniy statusda bo'lishlari kerak. Hech qanaqa uголовный, kriminal, jinoiy jazolarga tushmasligi kerak, maslahat berardim. Chunki 485 formada eng katta muhim rollarga ega bo'ladi. Baribir Amerikada to'g'ri yashab kelayotganingiz. Shu birinchi navbatda hamma dokumentlarni iloji boricha shoshilmay, sizlar professional odamlar orqali maslahat so'rab, sizlar yordamingizda qilishlariga maslahat berardim. Chunki baribir ming o'zingiz, masalan, bizni sohamiz bo'lsa ham, biz o'zimiz ham sal tushunishga ega bo'lsak ham, lekin baribir professional o'zini sohasini qilish kerak deb o'ylayman. Chunki siz aytmoqchi, shu uchun 4 oy vaqt oldi. Katta rahmat Zufar. Mana sizda hozir bevosita green cardni oldingiz va bilamiz, shu birinchi marta green card topshirganlar boshida 2 yillik green card olishadi va umumiy shu o'rinda maslahat sifatida barcha shu oila birlashuvi jarayonidan o'tayotgan insonlarga bir kichkina maslahat berib ketmoqchiman. Ya'ni boshida o'sha 2 yillik green card olgandan keyin uni albatta o'z vaqtida, xudo xolasa 2 yildan keyin 10 yillik green cardga almashtirish uchun hujjatlar topshirilsa va shu bilan demak shaxs bevosita 10 yillik green cardasini olib va keyinchalik ham naturalizatsiya uchun bevosita tezlashtirilgan tartibda olish imkoniyati paydo bo'ladi. Bilamiz, ya'ni marriage case'larda naturalizatsiya кейslari 5 yil emas, balki 3 yilni tashkil etadi. O'shaning uchun avvalo sizga ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat va shu yo'nalishni bosib o'tmoqchi bo'lgan odamlarga bergan maslahatlaringiz, fikrlaringiz o'ylaymanki juda ham foydali bo'ldi. Katta rahmat Zufar. Rahmat kattakon. Yordam tekanidan xursand bo'laman. Rahmat.